Hozirlarga ichkarisini ham ko'rsataman. Ichkariga juda kira olmayman. Mana qarang. Mana bu yoqni ko'rsataman sizlarga. O'zi chiqib qolmasin-da, ish qilayotgan bo'lmasin-da. Mana ketgan, ko'rdinglar? Mana ichkariga dalish kirib ketgan, hozir ko'rasizlar mana. Bilmayman u yoqda nima bor, balki yotibdi ichkarida. Kirib ketgan. Mashinaga kirib ketadi. Dalish ketgan поворот. Sizlarga yaxshi ko'rinmayapti. Shunaqa gaplar. Chiqib ketamiz mana. Shox-shabbalarni tergan. Mana suyaglar. Ko'rasizlar? Suyaglar ham. Bu ayiqinini ham tark etamiz. Fikrlarni kommentariyada qoldiring.